Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Yunusobod 14-kvartalga kelganmiz. Srochniy narxlarda ijaraga uchastkamizni sotuvga chiqqan. Umumiy yer maydoni 15 sotuvdan iborat. Men sizlarni zali bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Marhamat. Zalini ko'rishingiz mumkin. O'zini mягкий zonalariga ega. Bu yoqda stol-stullari mavjud. Juda ham did bilan remont qilib qo'ygan ekanlar akamiz. Endi sizlarni qo'li bilan tanishtirib o'taman. Hovlini ko'rishingiz mumkin. Bu kiraverish yo'li prixoshka hisoblanadi. Bu yoqda ayollarimiz va opa-singillarimiz uchun kerakli oshxona hisoblanadi. Bu yoqni ko'rishingiz mumkin. Rangini did bilan tanlashgan ekan. Oshxonamiz juda ham zo'r formatda mebellar ishlov berilgan ekan. O'zini stol-stullar, televizor va xaridning hamma narsasi bor. Xo'p, keyingi xonaga o'tamiz. Bu yoq podvalga tushib ketuvchi xona hisoblanadi. Pastda o'zida trenajyorning zallariga ega. Bu yoqni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda mягкий zonalar bor va orqa hovliga chiqadigan xatni eshigimiz. Bu yoqni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda o'zini spalnisiga ega karavot va yotoq devallari hamma narsasi bor. Bu yoqda bo'lsa sanuzel hisoblanadi. Voy, menga ham nasib qilsa deganlar bittadan like bosib, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldirasizlar. Bu uyimizni ko'rdinglar, umumiy yer maydoni 600 kvadratdan tashkil qiladi. Qolgan xonalar bilan tanishtirib o'taman. Marhamat, zinalar bilan chiqib, ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi etajni ko'rishingiz mumkin. 5 ta xona va 3 ta sanuzelga ega. Men sizlarni obzor qilib tanishtirib o'taman. Spalnidan boshlaymiz, marhamat. Spalnisini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli mebel tanlagan ekanlar akamiz va remontlari ham juda ham skromniy ekan. Boshqa xonani tanishtirib o'taman. Bu yoqda o'zini garderoblariga ega. Bu yoqda yana bitta xona bizani kutyapti. Bu ajoyib bo'lgan yana bitta spalniyamiz. Mebeliga e'tibor beringlar. Turetskiy akamiz va o'zini shkoflariga ega. Va bu yerda yana bitta bizani kutyapti sanuzel. Bu uyimiz juda ham shinamgina, juda ham katta ekan. Boshqa xona bilan sizlarni yana tanishtirib o'taman. Bu yoq farzandlarimiz uchun, qiz va o'g'illarimiz uchun ketajda kalavotlari va shkaflari va dars tayyorlash uchun stol-stullari bor ekan. Bu yoqni ko'rishingiz mumkin. Bizani bu yoqda yana bitta spalni kutyapti. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham did bilan qilingan ekan mebel jihozlari, skromniy. Bu yoqda o'zini fransuzskiy deymiz ham, italyanskiy deymiz ham, juda ham zo'r sanuzeli bor ekan. Bu yoqda yana bitta katta garderobimiz bor. Ofis bilan tanishtirib o'taman, qani ket. Marhamat, bu yoqni ko'rishingiz mumkin. Akalarim bu yerda o'tirib bizneslarni, o'zingizlarning ishinglarni hal qilishingiz uchun tinch xona va bu yoqda o'zi balkonlari bor, ko'rishingiz mumkin. Bu hashamatli uchastkamiz ijaraga berilyapti. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlarni yozib qoldiramiz. Bizga aloqaga chiqinglar. Juda ham shinamgina narxlarda olib beramiz. Marhamat, qolgan joylar bilan tanishtirib o'taman. Bu orqa hovlimiz hisoblanadi. O'zini letniy kuxnalari bor va basseynlari va o'zini saunalariga ega. Pastda nomerlarni yozib qoldiraman va narxlarini yozib qoldiraman. Menga ham nasib qilsin deganlar, sizlarga bundan ham zo'rlari nasib qilsin deb qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Kuzatishda davom etinglar va obuna bo'lishni esdan chiqmasin.